Yo'lda o'lib ketib, narseli 2 bolasi bilan qolgan bir ayol bor edi. Ayol 2 bolasini beqish uchun ma'lum bir doktorxonada sestra bo'lib ishladi. O bolalarni yaxshi maktablarda o'qitib, ilg'or usulda tarbiyaladi. Bu yil cho'ng o'g'il oliy maktabni bitirdi. Kichik o'g'il bo'lsa oliy maktabning 3-yilligida o'qiyotdi. Ayol bu jarayonda bolalarning kelgusi istiqboli uchun o'ltirayotgan uyini go'riga qo'yishga majbur bo'lgan edi. Biroq buni uydan ayrilib boshqa bir shaharga chiqish uchun tayyorlanayotgan cho'ng o'g'lidan boshqa hech kimga demadi. Cho'ng o'g'il nihoyatda axloqli, taqvodor ham onasiga vafodor yigit bo'lgan edi. Yigit onasini xotirjam qilib, uyini cho'qim qaytirib oladiganligini deb pul tepish uchun safar qildi. Amaliyotda cho'ng o'g'il 2 yildan keyin uyini qaytirib qo'lga oldi. Ona bu uyni kichik o'g'li xabarlantirmasdan cho'ng o'g'lining nomida engeldirdi. O chaqda kichik o'g'li oliy maktabni bitirib onasiga maslahat musammasdan to'y qilmoqchi bo'lgan edi. Bu asnoda ona shikar kasaliga giribtor bo'lib kelib, alohida kutinishga muhtoj bo'lib qoldi. U uzun yil davomlashtirib kelgan xizmatini tashlab kichik o'g'li va kelini bilan bir uyda turdi. Biroq ayol har ikkilisi onasining jafosiga bardoshlik berolmadi. Ular bir kuni onasini eski bir hujraga tashlab qo'ydi. Bichora ona bu ishdan nihoyat xo'rlik his qildi. Ona shuncha yalvirgan bo'lsa-mu, o'g'ilda qilchilik o'zgarish bo'lmadi. Hatto qo'pollik bilan "Sana bundan boshqa yer yo'q" deb silkishladi. Bir qancha kundan keyin qo'shni ayol bu ahvolni bilib uning yeniga kirdi va uni o'z uyiga yo'tkab alohida bezalgan bir hujrada yotqizdi. Bir hafta o'tgandan keyin kichik o'g'il mahallada yomon atoqqa kelishdan qo'rqib, qo'shnisiga tahdid silib, navoda onasini qaytirib bermasa, uni mahkamaga arz qiladiganligini aytib, onasining qo'lidan totqini chelib chiqib, yashanganlar sanatoriyasiga olib qo'ydi. 3 oy o'tgan bo'lsa-mu, o'g'il onasi bilan yoki telefonda va yoki yuztirani ko'rishib boqmadi. Ona telefon qilganda bo'lsa, javob qaytarmadi. Shuning bilan ona cho'ng o'g'li bilan aloqalashib, o'zining beshiq kelgan ig'ir kunlarini bir-bir so'zlab berdi. Vafodor cho'ng o'g'il mundoq dedi: "Men faqat 3 oydan keyin qaytib kelalayman. Ammo men do'stlarimning biriga pul avatib, siz uchun maxsus bir uy setib olaman. Siz u yerga ko'chib keling." Ana cho'ng o'g'lidan bek murozi bo'lib, uningga ko'pdan ko'p duo qildi. Shundaqla kichik o'g'ligimi Allohning hidoyat berishini tiladi. Ana cho'ng o'g'ilning uyiga ko'chib kelmoqchi bo'lib, yashanganlar sanatoriyasidan ayrilganda mudirga mundoq dedi: "Sizdan bir umidim bor. Navoda kichik o'g'lim kelib men so'rab qolsa, o'lib qolding deb qo'ygan bo'lsangiz." Shundan keyin kichik o'g'il onasiga telefon qilgan chaqladimi, onasi qat'iy telefon ko'tarmadi. Yashanganlar sanatoriyasidan uning onasining vafot bo'lganligi haqida xabar keldi. U onasining vafot xabarini anglab nihoyat qayg'urdi va onasining uni va boshqa qarindoshlarini yiqib cho'ng qilish jarayonidagi jafo mushaqqatlari ko'z oldidan o'tishga boshladi. Talay qitim bizning qo'sqimizni to'yg'izib, o'zini och qolgan emasmidi? Bizlarda deb ig'ir jafolarni tatib, necha qitim kesa bo'lib qolgan emasmidi? Kichik o'g'il o'ylanib, oxiri o'zining turmushdagi butun baxtsizligi va nomrodligining birdan-bir sababi bo'lsa, onasini xo'rlab tashlab qo'yganlik ekanligini bilib ketdi. Cho'ng o'g'il safardan qaytib kelibla, uyning o'zining nomida ekanligini aytib, qarindishini ayoli bilan uydan chiqib ketishga buyurdi. Kichik o'g'il nihoyat pushaymon qildi va o'zining onasini uydan qo'g'lab chiqishga sababchi bo'lgan ayolini taloq qilib etmoqchi bo'ldi-yu, ammo niyatidan yondi. Chunki u homildor edi. U qilgan etganlarga pushaymon qilib ko'zlariga liqqida yosh oldi va navoda onamiz qaytib kelsaydi, bir umr uning xizmatida bo'latdim dedi. Cho'ng o'g'il inisi va ayolida bo'lgan o'zgarishlarni ko'rib, ularning haqiqatan pushaymon qilganligini his qildi. Cho'ng o'g'il ularga onasining tek hayot ekanligini hamda yangi setib olgan uyda yashayotganligini bildirdi. Kichik o'g'il xushallikdan o'zini tutolmay qoldi va onasini ko'rib nihoyat xushal bo'ldi va yugurib berib, uni quchoqlab putlariga so'ymoqchi bo'ldi. Ana kichik o'g'lidagi o'zgarishlarni ko'rib bek xushal bo'ldi. Kelin nihoyat xushal bo'lgan bo'lib, onasini quchoqlab peshonasidan so'yib qo'ydi.